Assalomu alaykum azizlarim, aziz obunachilarim, kuzatuvchilarim. Hammanglardan minnatdorman. Yangi hafta ochirimi bilan keldim. Kelayotgan haftada bizni nimalar kutyapti? Ikkita variant qilamiz. Ikkita variantdan bittasini tanlab ko'rasizlar. Xohlasanglar ikkalasini tanlaylar. Yaxshilarini olinglar albatta. Qani bizni oilada bu haftada nimalar kutyapti? Ya'ni oilada ko'proq tashlashga harakat qilaman. To'rtta tashlayman. Ikkinchi variant, oilada bizni nima kutyapti? Bizni ishda nimalar kutyapti bu haftada? Ishimizda, pulimizda, karyeramiz bo'yicha bizni nimalar kutyapti deymiz. Qani ikkinchi variant. Nima kirib kelishi bor, ya'ni nimadan ehtiyot bo'lishimiz kerak bu haftada, nima o'zgarishlar bo'lardi? Bunga ham to'rtta tashlab olamiz. Qani tanlaylar, tanlab bo'lgan bo'lsanglar sekin boshlaymiz. Birinchi variant, ikkinchi variant, ishda, pulda, munosabatda ko'rib olamiz. Qani birinchi variantdan qani bizni munosabatlarda bu haftada nimalar kutib olyapti? Bu haftada bizni nimalar kutib olyapti munosabatda? Ya'ni hammasidan charchayapsiz, nimanidir chuqur o'ylayapsiz, nimanidir voz kechishdan yoki nimanidir tanlovdan o'ylanayotganingiz bu haftada. Ya'ni o'ylov ko'p bo'ladi sizda. Hammasini tashlab ketgingiz keladi. Hammasidan charchaganligingiz, shunaqa holatda bo'lasiz bu haftada. Ya'ni nimanidir tanlashdan ozgina o'ylanasiz, lekin siz kuchli insonligingizni bildiradi. Mani tarolarimni erkak kishilar ham ko'rsa bo'ladi albatta. O'zingizga to'g'rilab olib ko'ringlar. Ayol kishiga gapirib ketsam, endi ko'proq biz ayollar kuzatganim uchun, ya'ni o'zingizga ishongan insonligingiz, siz boshqaruvchisiz, ya'ni uddalay olasiz. Nima deydi? O'z hayotingizni boshqaruvchisiz, ya'ni boshqara olasiz. Chunki siz kuchli shaxssiz, ko'rinishingiz nima deydi? Seryozni inson, jahldor inson bo'lgan bilan ichingiz to'la mehrligi. Siz nimani tanlasangiz ham to'g'ri qarorga keladigan insonsizlar. Birinchi variant, munosabatda nimanidir tanlovda bu hafta ozgina o'ylab bo'ladi, lekin sizlar tanlov qila oladigan o'z nima deydi? Fikriga ega insonsizlarda, ya'ni tanlov qila olasizlar, buni to'g'ri analiz qila olasizlar. Omad tilayman. Ishda, karyerada bizni nima kutyapti birinchi variantni tanlaganlar? Nimadandir ikkilanishingiz bu haftada, nimadandir ikkilanasiz. Pullaringizga beparvo bo'lmang, pullaringizni kontrol qiling deyman. Nimadir tugash bo'lyapti ishingizda, karyerangizda sizni, yoki yangi ishga o'tishingizmi, yoki yangi ish boshlashingiz uchun sizda to'xtash bo'ladi ozgina ishingizda bu haftada. Shuning uchun sal ikkilanasiz. Pullaringizga beparvo bo'lmang, pullaringizni kontrol qiling, nima deydi? Bu haftada siz ishda yulduzday porlayapsiz. Ya'ni hamma uchun sevimli bo'lib ko'rinyapsiz. Ya'ni rahbarlar uchun, hamkasblar uchun siz bu haftada juda chiroyli, sevimli bo'lib ko'rinyapsiz. Hamma sizni yaxshi ko'radi bu hafta. Ilohim hammalari shunaqa bo'lsin. Nima kirib keladi hayotingizga, yana nimadan ehtiyot bo'lishinglar kerak deganimda, sizda bu haftada ozgina siz xohlagan pul kelmasligi mumkin. Shunda ozgina xafa bo'lishingiz mumkin. Nimadadir o'zingizni ayblayapsiz. Hammasi tugadi deyapsiz. Ya'ni nimadadir o'zingizni ayblayapsiz. Balki munosabatda ham bo'lishi mumkin, ishda, hamma narsada bo'lishi mumkin. Hammasi tugadi deyapsiz. Eng yaxshi ko'rgan insoningizni o'ylayapsiz. Ya'ni bu haftada ko'proq o'sha yaxshi ko'rgan insoningizni o'ylashingiz yoki nimadir yaxshi sherikli ishni boshlashingiz ham mumkin bu haftada. Bu haftada sal o'zingizni ayblayapsiz. Ya'ni xuddi boshqa yo'l yo'qday sizga. Yo'q, albatta yo'l bor. Hammada yo'l bor. Imkon bor. Ikkinchi variantdan boshlaymiz. Bizni munosabatda nimalar kutyapti?
munosabatda ozgina nima deydi, inson qanaqa insonsiz siz? Sokinlikni yaxshi ko'radigan, tinchlikni yaxshi ko'radigan, ko'rinishingiz xotirjam, ichki xotirjam, tinchlikni xohlaydigan insonsiz. O'ta qiziquvchan insonsiz, ya'ni munosabatda qiziqyapsiz o'ta. Nima bo'ladi, nima qo'yadi yoki uni nima qilayotganligi shubhalanyapsiz, ya'ni rashk qilyapsizmi u insonni, nima uchunligini bilmadimu, lekin shubhalanyapsiz. Kim bilandir bu haftada maslahatlashishingiz, kimdir sizga yo'l yo'riq ko'rsatadi bu borada. Munosabatda qanaqadir sal ozgina sekin bo'ladi nimadir, lekin sekin bo'ladi. Siz yo'l izlayapsiz, ya'ni yechim izlayapsiz bu haftada. Ishda, karyerada nima kutyapti bizni? Ikkinchi variantni tanlaganlar. Qarang. Ishda zo'r narsalar kutyapti, ya'ni qaranglar, ajoyib karta tushibdi. Nimadir boshlash, ya'ni sizga yangidan boshlash bo'lyapti nimadir. Ya'ni sizda xuddi yo'l yo'qdek ko'rinyapti, lekin yaratgan egam tarafdan sizga imkon berilayotganligi, ya'ni sizda imkon borligi, buni boshlang degani. Ya'ni boshlanish bo'ladi sizda. Mana qarang, ham bu yoqda sizni qo'llaydi o'zi. Sizga yordam kuchlari keladi, qanaqadir qo'llaydi. Siz g'alabani nishonlayapsiz, ya'ni xursandchilik kunlarini nishonlayapsiz. Ishda, karyerada ikkinchi variant. Omad tilayman. Nimalar kirib keladi, yana nimalarga ehtiyot bo'lish kerak? Sevganingizni ko'p o'ylayapsiz. Baribir munosabat, ishimizga, hayotimizga munosabat bog'liqda, baribir tushadi shu narsa. Ko'p o'ylayapsiz, yolg'iz qolib chuqur o'ylashingiz, yaxshi ko'rgan insoningizni ko'p o'ylashingiz, ya'ni sevgingizni ko'p o'ylashingiz. Biroz bekitaman kartdan. Ozgina umidsizlikka tushyapsiz. Yaxshi ko'rganingizni o'ylaganda, ya'ni xuddi chorasiz qolgandek, umidsiz qolgandek, lekin sizga umid bor degani, hali umid yo'q degani emas bu yerda. O'zingizda shunaqa umidsizlik bo'lishi, sizda ya'ni o'zingiz ustingizda ishlashingiz, nimanidir yana kashf qilishingiz yoki qanaqadir munosabatda yo'l qidirishingiz. Omad tilayman ikkala variant vakillariga. Haftalar boshlanishi albatta yaxshi o'tsin, yaxshi boshlansin, yaxshilarini olinglar, yomonini koinotga jo'natinglar. Bu shunchaki bir xarita, sizga yo'l ko'rsatuvchi. Omad tilayman.